Assalomu alaykum. Meni tinglab turgan barcha ijtimoiy tarmoq tinglovchilari, tomosha qilib kelayotgan tomoshabinlar hamma tinch, omonmi? Menga o'xshab musofirda yurganlar, tanijonlaring sog'mi? Musofirda yurganlarni Alloh panohida asrasin. Allohning panohida bo'linglar hamisha. Musofirlar Allohning ko'zlari o'ng bo'lib, hamisha o'ng ko'zlari bilan boqayotgan bo'lsin siz bizga. Endi men hurmatli ijtimoiy tarmoq tomoshabinlari, men sizlarga ozgina mana shu ijtimoiy tarmoqda biz mana shu bekorchilikdan yoki nima ish qilishimizni bilmaganimizdan emas, bir kanal ochuvdik. Kanal o'zimizga kerak. Mana shu kanalni salgina yuksaltirib olish uchun, kanal ochilish uchun qisqa videochalar joylab kelaman-da. Yaqindan beri. O'sha kanalim ochilib ketsa, keyin bunaqa qisqa video qilmayman. Hech kimga teginmayman ham, bunaqa video qilmayman ham. O'zimni videolarimni joylashtirib yuraveraman. Men qo'shiq aytsam, uni ham gapiradi. Birorta bir nemismi, boshqami, qanaqadir bir qizlar bilan bir video qilsam, uni ham gapiradi. Xuddi mana shunday qilib gapirib kelayotgan ayrim bir negativchilarga bir narsa aytib qo'ymoqchiman-da. Negativchilar, haligi qo'sh tirnoq ichidagi rasvo dala negativchilarga aytyapman. Mana shu bizni videochalarimizda ham ayrim negativchilar meni gunohimni olib, o'zini bo'yniga taqib kelayotgan negativchilarga aytyapman. U erkak negativchimi, urg'ochi negativchimi, uni men bilmayman-ku, lekin aytib o'tmoqchiman. Shu men nima qilayotgan bo'lsam, qanaqa video qilyapmanmi, rolik qilyapmanmi, nima qilayotgan bo'lsam, uni men qilyapman. Senga nima farqi bor? Sen nega unaqa negativ yozasizlar? Nega senlarga yo tegib ketyaptimi? Men hali Xudoga shukr, men hali sen o'ylaganchalik unaqa katta yoshga kirib qolganim yo'q. Hali sen qatoriman. Sendan katta bo'lsam, bir 4-5 yosh kattadirman yoki 4-5 yosh kichkinadirman. U shunchaki video qilyapman men. Qiziqishga. Ham qiziqish, hamda bir kulgiga qolib shunchaki qilyapman. U senga nima farqi bor? U men boyagi orqada bunday fonda qizlarni ko'rib yozibsizlar. Nima u sen singlingmi u? Opangmi? Yo onangmi? Yo katta xolangmi? Nima farqi bor? Ya o'zing qila olmaysan, qilganni qo'ymaysan. O'z ana shunaqa odamsizlar-da sizlar. Haligi birov bo'lsa ko'ra olmaysan, o'zing bo'la olmaysan. Hali shu o'tganni o'rog'ini, ketganni ketmonini olib, ana shunday qilib umring o'tib ketadigan odamsizlar-da sizlar. Men-ku hech narsa emas, katta blogerlarda ham ana shunaqa rasvo dabdalla negativchilarni negativ so'zlarini o'qib kelaman-da men. Ko'raman. Nima kerak bu? Nima qilasan shunday qilib, psixopat? Bir madaniyating yo'q. Bir zakovating yo'q. Farosating yo'q.
aqling kalta, shunaqa zaifmisan yo? Senga yoqmasa o'tkazib yubor, ko'rma, tomosha qilma, nima qilasan tomosha qilib? Voy, u yog'ida, bu yog'ida ola bula ko'kida qilib negativ yozaverib nima keragi bor? Sen u negativ yozganing bilan misol men yoki boshqa bolalar ham to'xtab qolmaydi. Sen o'ylama, hech qachon to'xtab qolmaydi. Mayli, mana shu ijtimoiy tarmoqda negativ yozib, undan battarini yoz. Menga umuman farqi yo'q. Yozda meni, ularni hammamizni borku, gunohimizni bo'yningga olib yuraver. Zora bizlar tozalanib, poklanib qolsak-ku, sen bizni nimamizni ko'tarib ket, nariyoqqa olib ket. Ana shu yoqda gaplashib olamiz, ana shu yoqda hisob kitobni qilaveramiz. Tushunarlimi? Ana shu gunohni olaveringlar mayli, yozinglar. To'xtamanglar. Sizlar shunga o'rgangansizlar-ku. Yozinglar garach. Bo'lmasa ko'tingni qis. Ko'rma, tomosha qilma, tamom. Senga ko'r debman. Ko'r iltimos deb yozib qo'yilmaganmi? Tomosha qiling iltimos deyilmaganmi? Tomosha qilma. Shunga qiziqqansan-ku tomosha qilyapsan. Tomosha qilma og'ayni, kim bo'lsang ham. Erkak bo'lsang, urg'ochini ishini qilma. Urg'ochi bo'lsang, urg'ochiligingni qil-da, erkakni ishiga aralashma. Erkakligiga oslayverma unda. Qo'nil. Hammang o'zing ishingni qil, bo'ldi garchi. Birovni orqasini kavlovchi bo'lma. Chuqalovchi bo'lma unday qilib. Yomon o'rganib qolasan. Sog' bo'linglar, qo'sh tirnoq ichidagi negativchilar. Omon bo'linglar, sizlar negativchilar bor ekan, gruppa, kanal gurkuraydi, молодец, davay gap yo'q. Bosinglar, kelgan joydan davom et.